Assalomu alaykum. Xayrullo Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq ovishqozlari. Qanchadan beri kutayotganlar bor baliq ovlarini. Xullas, ishlar ko'p va yaxshi joylarda Xudo xolasa qidirib istab yuribmiz. Endi yo'q natijaga video qilgani hijolat bo'ldim. Mana shogird bola bilan Xudo xolasa mana yaxshi joy topgandek bo'lib turibman. Hozir bitta natija bo'ldi qaras. Yana kutib o'tiribmiz, yaxshi natija bo'lyapti. Xudo xolasa shu yerda ov qilamiz, ha? Hamadi. Mana shu bola endi menga sherik pastiyani billa baliq ov qilamiz o'ylayapti. Do'stlar, ozgina bo'lsa ham kuzatasizlar, oxir natijani ko'rsataman. Kech bo'lib qoldi, lekin harakat qilamiz. Rosta biz hozir bir aylanib kelib shu yerda ko'rib ketgandik. Sinab ko'rgani keldik-da. Kuzatib o'rlarchi, bir gap bo'lar. Omad stoykam yo'q. Qo'lda o'tiribman. Natijalar ko'rsatib ko'raman. Like'ni bosib qo'ysalar, xudo xolasa, mashitni yaxshi o'q qilib, ertaroq kelib, shu yerda o'q qilamiz, xudo xolasa. Like'ni bomba qilib bosib qo'yinglar. Biz o'qni xudo xolasa boshladik. Tortyaptimi? Tez ekan bayda. Qo'l ko'tarib qo'y obunachilarga. Mana qo'l protez, shu holatda ham baliq o'layapti mana shogird. Mana hozir paplovlarni solib qo'yganmiz, tortib qo'yapti. Bu yer tez ekan lekin. Tez bo'lyapti. Mana u narigina o'zi mana paklovka bo'lyapti. Joy zo'r, suv mutni, sekin oqar ekan. Telefonda olyapman, xudo xolasa video kamerada ov qilamiz bayda. Ana u ketdi sudrab. Ozgina kech bo'lib qoldi, qo'limda telefon borligi uchun. Do'stlar, o'ta tez. Paklovka o'ta tez. Tashayapmiz. Bir 20 minutdan bo'lmayapti-da. 5 minut, 10 minut oralig'ida bitta uryapti. Joy xudo xolasa zo'r, konkret. Daryo o'tgan mana bu tomonga qarab zakan cho'p ketgan mana. Suv sekin, oqish sekin. Suv mutni yaxshi. Mana hozir tashadim. Shu boshladi endi paklovka. Natijalar ko'rasizlar do'stlar. Joyga vaqti gap yo'q. Hamir sop ko'rdim, hamirda olmadi. Makkani sop ko'rdim. Bandel uni ham olmadi, faqat chuvalchang. Chuvalchang yaxshi bo'lyapti hozir. Tortyaptimi? Teza? Bu choyda dahshat tortyapti. Ashu qirg'aqa tasho o'tiribdi-yu. Qirg'aqa paqaniga tashab qo'ygan, men ashira qayerda olyapman ekan ham. O'rtada umuman yo'q. Urgan vaqtincha bayda baliq qanaqa bo'lishligini. O keldi baliq mana. O'shunga keldi. O'sha qo'yib qo'y. Iya, tortib olaveryapsan-da sen. Ha, tortyapti yana. Sudrayapti. Hozir do'stlar bitta natija qildi mana. Sop qo'yganman qaras. Bitta katta emas. Har holda yo'qdan ko'ra mana. Yo'qdan ko'ra bor. Bir qarich. Ha, nashiya tursa zo'r turadi. Ashidan uradi. Vahshiy gap yo'q. Do'stlar, like'ni bosib, kommentarga omad deb yozib qo'yinglar. Like'ni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Biz o'tib boshladik, xudo xolasa. Endi ishlar bo'lib, ota-onamni ham mana umra safarlariga kuzatib oldik.
Xudo xolasa 6-7 kuni umridan keladi xudo xolasa. Ana undan keyin ovni rosmana boshlaymiz xudo xolasa. Kuzatishda davom etamiz do'stlar. Lekin torchi zo'ra. Yaxshi bitta aybi bor. Nima? Oqinda, shu oqin joyda yaxshi o'lyapti-da o'zi. Shu suv oqatda va yaxshi-da balig'i keladi-da, mana bu daryoda o'tadi. Zakandan keladi suv. Bu sudrab ketdi. O paplovni o'ynatib oldi. Keldi yana. Ha, tortyapti. O uryapti yana. Ana bo'ldi, ashida. Ayni o'tkazib qo'y, tortma leskayni. Bo'sh qo'yib leskancha chiqarib. Do'stlar, telefonni qo'yadigan zashtligim yo'q, qo'lda ushlab turibman, faqat natijalarni ko'rsatib boraman. Xudo xolasa like deb bossalaring, shu yerga balig'iga ertaroq kelamiz. Hozir o'sha kech kelganimiz yo'q, o'sha quyosh ham botyapti. Bas o'tiraylik. Omad joy zo'r. Joy zo'r ekan-a Muhammadiy? Ha? Joy gap yo'q joyga. Uryaptimi? Uradi. Demaylar, xudo xolasa shu yerga o'ga kelamiz yana. Bas o'tiraylik, o'sha kech kelganimizga kun ham botdi. Hozir urib qo'yapti, bas o'tiramiz. Kuzatib o'rasizlar. Mana buni purti tortyapti mana. Shu o'ynatyapti mashina. Kamononga ham keldi. Buni ham urib qo'yapti. O'sha ikkoviga ham keldi xudo xolasa. Mana bu pokda o'ynatib yuribdi. Sekin sudrayapti. Chuvalchang kattalik qilyapti-da. Chuvalchangchi yo'g'olik qilyapti. Endi ingichkaroq olib kelamiz dedi bey. Ashiga boy kavlab kelamiz.
Hali sen kelayotgan yerda qolmadi-chi bo'lsang, a? Haligi yerda. Suv tushadigan yerda haligi. Hammasi yiriymaydi. Sizlar mana bugungi natija mana shu bo'ldi. Qarascha. Shu bo'ldi bugun. Mana shu bitta qarascha bo'ldi do'stlar. Buguncha shu bo'ldi. Buni qo'yib yuboramiz endi mana. Ketdi. Do'stlar, bugungi baliq o'g'azirga vaqtimiz qo'yasi ketdi. Kechroq kelib qoldik, xudo xolasa ertaga. Va shogird bola bilan ertaga xudo xolasa ertagami, indinga emas, tez kunlarda ertaroq kelamiz, xudo xolasa. Lekin joy zo'r. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar hammalaring. Ha, ota-onamni Umra safarini cho'rsiz qo'yib qo'ygandim. Like bosganlar Alloh rozi bo'lsin. Ota-onalarini, o'zlarini, farzandlarini ham o'shanaqa go'zal kunlar yetishtirishga nasib qilsin. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, bo'lmasa bugungi baliq o'g'ga ajratgan vaqtimiz ketdi. Omon bo'linglar. Sizlar bilan men xayrli bo'ldim. Like bossalaring, xudo xolasa omad deb komment yozib qo'ysalaring, shu yerlarda yaxshi natija qilamiz, xudo xolasa. Omon bo'linglar do'stlar.